Kengashining navbatdagi 41-sessiyasida hududning shahar va tumanlarida mavjud qo'shimcha zaxira va imkoniyatlarni safarbar etishga qaratilgan yo'l xaritalari muhokama qilindi. Xususan, davlatimiz rahbarining Namangan viloyatiga tashrifi davomida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, Toshkent viloyatida ichki salohiyatni ishga solish bo'yicha ishlab chiqilgan chora-tadbirlar yuzasidan fikr-mulohazalar bildirildi. Shu bilan birga amaliyotga joriy etilayotgan mazkur yangi tizimning hududlarning iqtisodiy salohiyatini oshirishdagi ahamiyatiga e'tibor qaratildi. Toshkent viloyatining 22 ta tuman shaharlari bugungi imkoniyatlari bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'ldik va shu bilan birgalikda kelgusi 5 yil davomida Toshkent viloyatining 22 ta tuman shaharlari qay darajada o'zgaradi. Ya'ni bugungi kunda aholi soni o'sib borishi, ularning daromadlari qanday bo'ladi, yangicha qatlamlar paydo bo'lishi haqida ma'lumotlar berdi. Shu bilan birgalikda davlatimiz rahbari aynan Namangan viloyatiga tashrif davomida bir yaxshi tashabbus ilgari surgan va aynan Namangan viloyati tajribasi asosida mana bugun 22 ta tuman shaharlarni qo'shimcha imkoniyatlarni ishga solgan holatda yanada yaxshi rivojlantirish bo'yicha ham tegishli masalalar, axborotlar va taqdimotlar tingladi. Yana bitta yaxshi tarafi shu Toshkent viloyatida 22 ta tuman shaharlar bu bir-biriga yaqin bo'lgan hududlar mavjud bo'lib, ya'ni ularning shu kommunikatsiya tarmoqlari, ya'ni gaz, elektr energiyasi, yo'llar bir-biriga bog'liqlik nuqtai nazari 3 ta yoki 4 ta yoki 2 ta hududga birlashtirgan holatda alohida ishlash bo'yicha ham takliflar berildi. Sessiyada viloyatning tuman va shahar hokimlari mutasaddilarning O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti bilan hamkorlikda hududlarda qo'shimcha zaxiralarni safarbar etish borasidagi hisobotlari ham eshitildi. Unda belgilangan loyihalar ustuvori va